Qurbaqa malika. Birinchi qism. Assalomu alaykum mittivoy do'stlarim. Qurbaqa malika va shahzodaning ajoyib sarguzashtlari haqida ertak eshitmoqchi bo'lsangiz, diqqat qiling. Hozir sizga Qurbaqa malika deb nomlangan rus xalq ertagini aytib beraman. Qadim zamonlarda uzoq bir mamlakatda podshoh va malika yashagan ekan. Ularning biri-biridan ko'rkam, qadamlari shahdam, 3 ta norg'ul o'g'illari bo'lib, hammasini ham uylantirish vaqti kelibdi. Shunda podshoh ko'p o'ylab o'tirmay, shahzodalarni yoniga chaqirib, ularga kutilmagan, hech kimning hayoliga ham kelmagan topshiriq beribdi. Azamat o'g'lonlarim, sizga kelin tanlash fursati yetdi. Ammo buning uchun omadingizni sinab ko'rishingizga to'g'ri keladi. Hozir qo'lingizga bittadan o'q oling. U sizga kelin tanlashda asqotadi. Uni kamonga joylab, istagan tomonga qarab otishingiz mumkin. O'q kimni hovlisiga tushsa, o'sha uyga sovchilikka boraman. Aka-ukalar otasining buyrug'iga itoat etib, o'qlarni tanlab, navbati bilan o'q uzishga kirishibdi. Eng avval katta aka kamondan o'q otibdi. Qarab turishsa, uning o'qi to'ppa-to'g'ri boyonning hovlisiga borib tushibdi. Gal o'rtanchi o'g'ilga kelibdi. U ham ming bir hayajon bilan kamonni qo'liga olib o'q otgan ekan, o'q savdogarning hovlisiga tushibdi. Va nihoyat navbat kichik o'g'ilga yetibdi. U ham kamonni qo'liga olib, uzoq chamalab yoyni tortgan ekan, o'qi botqoqqa tushibdi. Uni qurbaqa ilib olibdi. Kichik o'g'il omadi chopmaganidan rosa xafa bo'libdi. Otilgan o'q aytilgan so'zligiga ham qaramasdan norozi kayfiyatda otasining oldiga kelib, bo'lib o'tgan hodisani aytib beribdi-da, qurbaqaga uylanishdan bosh tortibdi. Otajon, o'zingiz o'ylab ko'ring. Qanday qilib jonzotga uylanishim mumkin? Yana kimga? Qurbaqaga? Yo'q. Men bunga rozi emasman. Axir hamma ustimdan kuladi-ku. Nahot menga rahmingiz kelmasa, qurbaqaga uylanmayman. Tamom, vassalom. O'g'lim, gapimga quloq sol. Yigit bergan va'dasidan qaytmaydi. U qayerga tushsa, o'sha yerdan kelin qilaman degan podshohlik so'zim bor. Bu so'zni salmog'ini bilasanmi? Agar aytsam u qaytaversam, podshoh bo'lganimdan nima naf? Shunday ekan, taqdiringga qurbaqa yozilgan bo'lsa, unga uylanasan. Bu mening so'nggi so'zim. Shunday qilib podshohning o'g'illari kattasi boyonning qiziga, o'rtanchasi savdogarning qiziga, kenja shahzoda Ivan esa qurbaqaga uylanishibdi. To'y juda katta dabdaba bilan o'tibdi. Uning ertasiga shoh o'g'illarni yoniga chaqirib, ularga yana topshiriq beribdi. Mana to'yni ham o'tkazib oldik. Endi malikalarni sinaydigan fursat yetdi. Qo'llarida hunarlari bormi, yo'qmi? Mana endi ko'ramiz. Avvaliga
kelinlarim nonushtaga yumshoq oq non yopib kelishsin. Ko'raylikchi qay birining qo'li shirin ekan. O'g'illar otasining ra'yiga qarshi bormay, bu buyruqni malikalarga yetkazishibdi. Birgina shahzoda Ivan xomush tortib, qurbaqaning non yopa olishiga ko'zi yetmay, xavotirga tushibdi. Afsus. Otamning ko'nglini ovlolmaydigan bo'ldim. Qurbaqam otamning aytganlarini bajara olarmidi? Uning qo'lidan non yopish kelmasligi aniq. O'zi mittigina bo'lsa, qanday qilib xamir qoradi? Nonni qanday pishiradi? Otamga ertaga nima deyman? Shahzoda Ivan, nimalarni o'ylab g'amga botdingiz? Nega xomushsiz? Sababini bilsam bo'ladimi? Qurbaqam, nima uchun xomush bo'lmay? Ochig'i, boshim juda ham qotdi. Otam hamma kelinlariga nonushtaga yumshoq oq non yopishini buyurdi. Bor yo'g'i shu gapmi? Shunga xomushmisiz? Xafa bo'lmang shahzodam. Siz hech narsani o'ylamay yotib uxlang. Tonggacha bir gap bo'lar. Shu bilan qurbaqaning gapi bilan shahzoda uyga ketibdi. Qurbaqa esa uning tepasida qurillab o'tiribdi. Yigit uyquga ketgach, u pastga sakrab tushibdi-da, bir chetga o'tib, ustidagi qurbaqa terisini yecha boshlabdi. Buni qarangki, bir ozdan keyin uning o'rnida go'zallikda tanho, sohib jamol qiz, dono Vasilisa paydo bo'libdi. U zudlik bilan saroy ayvoniga chiqib, non pishirish harakatida bo'lib, yordamchilarini chaqira boshlabdi. Hoy, enaga oqsochlar, tezda yig'iling. Otamning uyida yeganim yumshoqqina oq nondan pishirib bering. Bir zumda yordamchilar yetib kelib, unga ko'maklasha boshlashibdi. Bir kechada go'zal Vasilisa xushbo'y, isli oq non yopibdi va yana qurbaqaga aylanib, hech narsa bo'lmaganday shahzodaning tepasiga kelib o'tiraveribdi. Shahzoda Ivan ertalab turib qarasa, qurbaqaning noni allaqachon tayyor turgan emish. U shunaqangi mazzali, shunaqangi xushbo'y ekanki, asti qo'yaverasiz. Katta dumaloq nonni ustiga turli bezaklar, xamirdan darvozali shohona shaharlar yasalgan ekan. Shahzoda ko'ngli to'lib, nonni olib otasiga olib boribdi. Shoh bu nonni maqtab yebdi. Bay, juda mazali. Shuncha yil yashab, bunaqa mazali va chiroyli nonni hech ko'rmagandim. Pishirganni qo'li dard ko'rmasin. Barakalla. Juda ham pazanda ekan. Boshqa o'g'illari bo'lsa, kuygan, ezilgan va bemaza non ko'tarib kelishibdi. Shoh ularning nonini hatto tatf ham ko'rmabdi. U kenja kelinining nonini yuqori baholab, ularni sinash uchun yana topshiriq beribdi. Xo'p, kelinlarimni pazandaligi qay darajada ekanini bildim. Endi ularni to'quvchilik mahoratini sinab ko'rmoqchiman. Ertaga malikalaringiz menga bittadan gilam to'qib berishsin. Shu bilan o'g'illar
malikalarining oldiga qaytishibdi. Non uchun maqtov eshitib xursand bo'lgan shahzoda bu topshiriqni eshitishi bilan tarozi qo'ltig'idan tushib, xomush tortib qurbaqaning oldiga qaytibdi. Gilam to'qish oson ekanmi? Qurbaqam nonni-ku amallab pishirdi. Endi gilamni qanday to'qiydi? Peshonam qursin. Otamga ertaga nimani ko'rsataman? Unga nima deb tushuntiraman? Shahzoda Ivan, nega yana xomushsiz? Yoki otangizdan yomon so'z eshitdingizmi? Nega xomush bo'lmay? Otam kelinlarim bir kechada ipak gilam to'qib berishsin deya buyurdi. O'zing kichkina bo'lsang, gilamni to'qiy olarmiding? Xafa bo'lmang shahzodam. Yotib uxlang. Ertagacha bir gap bo'lar. Qurbaqa shahzoda uxlashi bilan yana go'zal qiz qiyofasiga kirib, darhol gilam to'qishga kirishibdi. U bu ishga butun mehrini beribdi. Oz vaqt ichida go'zal Vasilisa dunyoda qiyosi yo'q gilamni to'qib bitiribdi. Ertasi kuni shahzoda Ivan o'rnidan turib qarasa, qurbaqaning gilami allaqachon tayyor bo'lgan ekan. Unga tilla, kumush iplarda kashta solingan, bezaklari ko'zni qamashtiradigan, ranglari ko'zni quvontiradigan juda chiroyli ekan. Shahzoda san'at asari darajasidagi rangin gilamni ko'rib juda quvonib ketibdi. Uni darhol saroyga olib kelibdi. Otasi gilamni qo'liga olib, u yoq bu yog'ini aylantirib, chiroyiga mahliyo bo'lib, rosa tomosha qilibdi. Bunchalar nafis va betakror gilamni endi ko'rishim. O'zi ham gilammisan gilam ekan. Chiroyidan ko'z uzib bo'lmaydi-ya. Birovga aytsang ishonmaydi. Bezaklarini qarang, qanday nafis, qanday bejirim. Ranglari ham juda ajoyib. Inson qo'li gul deganlari shu bo'lsa kerak. Bu gilam menga juda yoqdi. U xizmatkorlariga gilamni xos xonasiga yozib qo'yishni buyurib, boshqa kelinlari to'qigan gilamlarni ko'zdan kechira boshlabdi. Ularning gilamlari qing'ir, qiyshiq, juda ham xunuk ekan. Shu bilan podshoh kelinlarini sinash uchun o'g'illariga galdagi topshiriqni beribdi. Gilamlarni ham ko'rdim. Kelinlarimni qanday to'quvchi ekanliklari haqida tasavvurga ega bo'ldim. Endi sizga yangi buyruq. Ertaga uchala shahzoda xotinlari bilan meni huzurimga kelsin. Shu bilan shahzodalar uy-uyga tarqabdi. Bizning Ivan esa yana xomush tortib uyga qaytibdi. Kelsa, qurbaqa uni kutib o'tirgan ekan. Quvoq. Shahzoda Ivan, nega xomushsiz? Yo otangizga men to'qigan gilam yoqmadimi? Padari buzrukvorim sen bilan birga saroyga kelishimni buyurdi. O'zing o'yla. Seni odamlarga qanday qilib ko'rsataman? Xafa bo'lmang shahzodam. Ertaga shoh otamizning oldiga bir o'zingiz boravering. Men ortingizdan yetib boraman. Birozdan so'ng gumbur-gumbur tovushlarni eshitsangiz, so'raganlarga aravada mening qurbaqam kelyapti deb ayting. Tong ham otibdi. Shohning oldiga boradigan vaqt ham bo'libdi.
katta o'g'illar birin-ketin obdon yasan-tusan qilgan xotinlari bilan shoh qabuliga kela boshlashibdi. Ular shahzoda Ivanni yolg'iz ko'rib, uning ustidan kula boshlashibdi. Iye, ukajon, nega bir o'zing kelding? Go'zal xotining qani? Bechorani hech bo'lmasa ro'molchaga o'rab olib kelmabsan-da. Bunday go'zalni o'zi qayerdan topding? Uni topish uchun butun botqoqni aylanib chiqqandirsan-da. Birinchi qism tugadi. Audio ertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi. Qurbaqa Malika. Ikkinchi qism. Ular ukalarining ustidan hazil mazax qilib turishganida birdan har tarafdan gumburlagan ovoz kela boshlabdi. Bundan katta akalar sarosimaga tushibdi. Bu qanaqa shovqin? Nima gumburlayapti? Voy, nima u? Butun saroy bo'ylab nima shovqin? Yuguraylikmi? Berkinaylikmi? Nima qilaylik? Qo'rqmang. Aziz mehmonlar, aravada mening qurbaqam yetib keldi. Shuning shovqini. Xavotirlanmanglar. Shu payt saroy darvozasiga 6 ta ot qo'shilgan tillo fayton kelib to'xtabdi-da, undan sohib Jamol Vasilisa tushibdi. U shunday go'zal ekanki, hatto oy ham uning chiroyidan xijolat emish. Butun saroy ahli uning husniga mahliyo bo'lib qolibdi. Vasilisa esa to'g'ri shahzoda Ivanning oldiga kelibdi. Yuring shahzodam. Otangiz bizni dasturxonga chorlamoqda. Shu bilan saroyda katta ziyofat boshlanibdi. Mehmonlar yeb, ichib, vaqt chog'lik qila boshlashibdi. Dona Vasilisa finjondan choy ichib, qoldig'ini chap yengiga qo'yibdi. Oqqush go'shtidan yeb, suyagini o'ng yengiga berkitibdi. Uning bu ishini ko'rgan katta shahzodalarning xotinlari ham shunday qila boshlashibdi. Birozdan so'ng go'zal Malika shahzoda Ivan bilan raqs tusha boshlabdi. U chap qo'lini silkitgan ekan, ko'l paydo bo'libdi. O'ng qo'lini silkitgan ekan, suvda oqqushlar suza boshlashibdi. Shoh va mehmonlar buni ko'rib hayratdan yoqa ushlashibdi. Katta kelinlar ham raqs tushganida Vasilisaga taqlid qilib, chap qo'llarini silkitgan ekan, mehmonlarga choy sachratib yuborishdi. So'ng o'ng qo'llarini silkitishgan ekan, suyak shohning naq ko'ziga tegibdi. Shohning bundan jahli chiqib, ularni haydab yuboribdi. Shahzoda Ivan bu orada go'zal qiz sirini tagiga yetish uchun uyiga boribdi. Hamma yerni izlab qurbaqa terisini topib olibdi. U gap nimada ekanligini fahmlab, Vasilisa qaytib qurbaqaga aylanmasin deb qo'lidagi terini o'choqda yoqib yuboribdi. Dono Vasilisa uyiga kelsa, qurbaqa terisi hech yerda yo'q emish. Qarasa, o'choqda teri hanuz yonib turgan emish. Buni ko'rgan qiz xomush tortibdi. Oh, shahzoda Ivan, nima qilib qo'ydingiz? Agar biroz kutganingizda abadiy sizniki bo'lar edim. Ammo endi buning sira iloji yo'q. Xayr, endi meni o'lmasga shay yurtidan qidiring. Shu gaplarni aytib, Vasilisa
bir zumda oq qushga aylanibdi-da, ochiq turgan derazadan noma'lum tarafga qarab uchib ketibdi. Shahzoda esa nima qilishini bilmay g'amga botib qolaveribdi. Oh, Vasilisa! Vasilisa! Qayerlarga uchib ketding-a? Endi seni qayerdan izlay? Shahzoda Ivan go'zal malikasini, mehribon jufti halolini izlash uchun yo'lga chiqibdi va qayerga borishini bilmay boshi oqqan tomonga qarab ketaveribdi. Yigit yo'l yuribdi. Yo'l yursa ham mo'l yuribdi. Nihoyat bir joyga yetganda yo'lidan qari bir chol chiqib qolibdi. Salom, bahodir yigit. Yo'l bo'lsin. Bir o'zing qayerga ketayapsan? Otaxon. Tarixim uzun. Go'zal Vasilisamni izlab yuribman. Nodonlik qilib, uning qurbaqa terisini yondirib yuborgandim. Endi uni topish uchun o'lmas kashshayning yashash manzili tomon ketyapman. Ey, Shahzoda Ivan, qurbaqa terisini bekor yondiribsan. Axir uni sen kiydirmaganding. Demakki, yechishga ham haqqing yo'q edi. Dono Vasilisa otasidan ham aqlli chiqdi. Bundan jahli chiqqan otasi qiziga 3 yil qurbaqa bo'lib yashab o'tishni buyurgan edi. Muddat tugashiga ozgina qolgan-diya. Bir kun sabr qilsang, u qurbaqa qiyofasidan chiqib asl ko'rinishiga kelardi. Attang. Ha, maylin. Ammo men senga yordam beraman. Mana bu kalava ipni ushla. Uni yerga otishing bilan qayerga qarab dumalasa, qo'rqmay o'sha tomonga qarab boraver. Rahmat sizga otajon. Mehribonchiligingizni hech qachon unutmayman. Shahzoda Ivan kalava ipning ortidan yurib, o'rmonlar-u dashtlarni kezib, yo'lda yurib borayotsa, oldidan bir ayiq chiqib qolibdi. Yigit uni tutib olmoqchi bo'lib, hujumga shaylanib turgan ekan, buni sezgan ayiq tilga kirib shunday debdi. Menga tegma, Shahzoda Ivan. Bir kun kelib senga kerak bo'laman. Bo'pti. Senga tegmaganim bo'lsin. Yo'lingdan qolma. Maymoq voy. Shu vaqt osmonda o'rdakning ovozi eshitilibdi. Shahzoda osmonga qaragan ekan, uchib ketayotgan semizgina o'rdakka ko'zi tushibdi. Bu o'rdak o'ljamga aylansa yaxshi bo'lardi. Kattagina ekan. Juda mazali bo'lsa kerak. Uni hoziroq urib tushirish kerak. Meni otma, Shahzoda Ivan. Hali senga yordamim tegib qoladi. U holda uchaver. Senga tegmayman. Shu bilan Shahzoda Ivan yana yo'lida davom etibdi. Bir payt uning oldidan bir quyon yugurgilab o'tib qolibdi. Ana bu quyonni albatta tutishim kerak. Meni otma, Shahzoda Ivan. Yaxshiligingni unutmayman. Bo'pti. Yo'lingdan qolma, shalpanquloq. Senga tegmaganim bo'lsin. Shahzoda quyonga ham rahm qilib, yo'lini yana davom ettiribdi va birozdan so'ng
dengizga yetib kelibdi. Qarasa, qirg'oq chetida og'zini katta ochganicha cho'rtan baliq yotgan emish. Bu cho'rtan baliq qumda nima qilib yotibdi? Bechora. O'lib qolay debdi-ku. Oh, shahzoda Ivan. Rahming kelsin. Meni dengizga qo'yib yubor. Senga albatta yordam beraman. Dengizga qarab so'z. Baliq. Shahzoda baliqni suvga qo'yib yuborgach, sohil bo'ylab yo'l yuribdi. Oxiri kala va ip eski uycha yoniga kelib to'xtabdi. Bu uycha tovuq panjasida turgan ekan. U atrofga qarab aylana olar ekan. Uni ko'rgan shahzoda uychaga buyruq beribdi. Uycha. Menga olding bilan, dengizga orqang bilan tur. Uycha u aytganday aylanibdi. Shahzoda ichkariga kirsa, qoq suyak, soch patak, burni uzun, tishi so'yloq, yalmog'iz kampir o'tirgan emish. U yigitni ko'rishi bilan tilga kiribdi. Bahodir yigit, yonimga nega kelding? Yordaming kerak, yalmog'iz. Go'zal Vasilisani izlab keldim. Bilishimcha, u o'lmas Kashsheyning uyida ekan. Bilaman. Vasilisaga erishish qiyin, chunki Kashsheyni yengish oson emas. Uning ajali igna uchida joylashgan. Igna esa tuxumda, tuxum o'rdakda, o'rdak quyonda, quyon sandiqda. Sandiq esa baland eman daraxtida osonliq turadi. U daraxtni Kashshey ko'zining oq u qorasiday asraydi. Eman anavi tepalikda o'sadi. Bu gaplarni eshitgan shahzoda Ivan tepalikka chiqibdi. U sandiqni qanday olishni bilmay turganida birdan ayiq paydo bo'libdi-da, daraxtni ildizi bilan qo'porib tashlabdi. Sandiq yerga urilib, chil-parchim bo'libdi. Sandiqdan quyon yugurib chiqib, bor kuchi bilan chopib ketibdi. Uning ortidan Ivan rahm qilib qo'yib yuborgan quyon yuguribdi. Unisi bunisiga yetib ushlab olibdi. Shu zahoti quyonning ichidan bir o'rdak uchib chiqib, osmon falakka qarab ko'tarilibdi. Uning ketidan esa shahzodaga yordam va'da qilgan o'rdak uchib chiqibdi. U kela solib bir urgan ekan, o'rdakning panjasidagi tuxum dengizga tushib ketibdi. Shahzoda Ivan nima qilishini bilmay dengizga yaqinlashibdi. Endi nima qildim-a? Dengizdan tuxumni qanday qidirib topaman? Topib bo'ladimi endi? Ivan, senga yordamim tegadigan bo'ldi. Meni qutqarganing evaziga izlayotganing mana bu tuxumni ushla. Omon bo'l. Shahzoda tuxumni chaqib, ichidagi ignani olib, uchini sindirgan ekan, o'lmas Kashsheyning joni uzilibdi. Shahzoda Ivan esa go'zal Vasilisani olib uyiga qaytibdi. Ana shundan so'ng ular uzoq va baxtli umr kechirishibdi. Mana aziz bolajonlarim, ertagim ham nihoyasiga yetdi. Eshitganlar esa omon bo'lishsin. Audio ertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.